Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Trampning Xitoyga tashrifi samarasiz bo'ldi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasi tugmalarini bosib qo'ying. Tramp Xitoyga tashrifida Hormuz bo'g'ozini ochish masalasida biror natijaga erisha olmadi. Bloomberg agentligining Eron va Xitoy rasmiylar bayonotlariga tayanib yozishicha, Tehron hatto urush tugagan taqdirda ham bo'g'oz ustidan nazoratni yumshatishga unchalik qiziqish bildirmayapti. Eron prezidenti Masud Pezeshkian uning mamlakati Hormuzda samarali va professional nazorat mexanizmlarini joriy etishini ma'lum qilgan. Shu bilan birga Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi Hormuz bo'g'ozi imkon qadar tezroq ochilishi kerakligini ta'kidladi. Xitoyning ushbu bayonoti dunyoning ikki eng yirik iqtisodiyoti. Tramp shu haftada Si Szinpin bilan uchrashuv chog'ida Yaqin Sharqdagi mojaro bo'yicha mushtarak jihatlarni ko'rsatishga uringan bir paytda yangradi. Vaholanki ular mohiyatan qarama-qarshi tomonlarda turibdi va Xitoy, AQSh hamda Isroilning o'z ittifoqchisi bo'lgan Eronga qarshi hujumlarni bir necha bor tanqid qilgan, deb yozadi agentlik. Xitoy va AQSh o'rtasidagi Hormuzni ochish masalasida hamfikrlik bordek ko'rinsa-da, Hormuz bo'g'ozi yopiqligicha qolmoqda. Kemalarga zarba berish tahdidlari tufayli undagi harakat yana butkul to'xtab qolgan. Shu bilan birga dengiz harakatini tahlil qiluvchi ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir sutka ichida Hormuz bo'g'ozidan bor yo'g'i 5 ta kema o'tgan. Hormuz bo'g'ozi Eron harbiy dengiz kuchlari bilan hamkorlik qiluvchi barcha kemalar uchun ochiq. Bu haqda Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Press TV telekanaliga bergan intervyusida so'z ochdi. Bizning nuqtai nazarimizga ko'ra, Hormuz bo'g'ozi barcha savdo kemalari uchun ochiq, ammo ular bizning harbiy dengiz kuchlarimiz bilan hamkorlik qilishlari kerak, degan Aroqchi. 5-may kuni Eron Hormuz bo'g'ozi orqali kemalar harakatini nazorat qilishning yangi tizimi joriy etilganini e'lon qilgan edi. Unga ko'ra, kemalar Eron hokimiyatini rasman xabardor qilishi va elektron tarzda ruxsat olishi lozim. Nashrning yozishicha, Tehron Hormuz bo'g'ozi ustidan nazoratni kuchaytirmoqda va uni boshqarish uchun ikki tomonlama kelishuvlar tuzmoqda. Agentlikka ko'ra, bo'g'oz endi neytral tranzit yo'lagi emas, balki nazorat qilinadigan koridorga aylanmoqda. Xabarda ta'kidlanishicha, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklarida Hormuz bo'g'ozini chetlab o'tuvchi neft quvurlari mavjud. Biroq Iroq, Kuvayt, Qatar va Bahrayn energiya resurslarini yetkazib berishda asosan shu bo'g'ozga bog'liq. Shuningdek, Qatardagi Ras Laffan terminali dunyodagi eng yirik suyultirilgan tabiiy gaz eksporti terminali ekani, u orqali yilga 77 million tonna gaz tarqalishi qayd etilgan. AQSh Eronning urushni to'xtatish bo'yicha takliflarni rad etdi. Tehronning bildirishicha, Vashington avvalgidek bosim o'tkazish pozitsiyasini saqlab qolgan. Bu haqda Tehran Times xabar berdi. Qayd etilishicha, AQSh Eron tomonidan urushni to'xtatish uchun taqdim etilgan 14 batdan iborat rejani inkor qilgan. Tehron Times ma'lumotlariga ko'ra, Tehron o'zining yozma taklifiga Vashingtondan rasmiy javob olgan. Nashrning yozishicha, Amerika tomoni Eronning barcha tashabbuslarini rad etgan va ayniqsa Eron yadro dasturi masalasida o'z qat'iy pozitsiyasini saqlab qolgan. Xabarda alohida qayd etilishicha, agar ushbu takliflar qabul qilinganida Tehron muzokaralarning ikkinchi bosqichiga o'tishga tayyor edi. Biroq bu bosqichda tomonlar kengroq doiradagi mavzularni, jumladan Eron yadro dasturi bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishlari mumkin edi. AQSh yaqin kunlarda Eronning boyitilgan uranni o'g'irlamoqchi. AQSh va Isroil kelgusi haftadayoq Eronga qarshi aprel oyida sulh e'lon qilingandan keyin to'xtatib qo'yilgan harbiy operatsiyani qayta boshlashga faol tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda Yaqin Sharq mintaqasidagi vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib New York Times xabar berdi. Manbalarning so'zlariga ko'ra, ko'rilayotgan harakat variantlaridan biri yer ostida yashirilgan yadroviy materiallarni qidirib topish uchun Eronga AQSh maxsus qo'shinlari yuborish hisoblanadi.
Yaqinda tinchlik haqida gapirgan Tramp endi Eronning yadroviy obyektlarga yangi zarbalar berish haqida tahdid qildi. Uning so'zlariga ko'ra, agar Tehron uranni boshqa joyga ko'chirishga harakat qilsa, AQSh o'sha hududga 1-2 bomba tashlaydi va masala shu bilan yopiladi. Bu haqda u Fox News telekanaliga bergan intervyusida aytdi. Tramp shuningdek, AQSh razvedkasi 2025-yil iyun oyida hujum qilingan Eron obyektlarini kecha-kunduz kuzatayotganini bildirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin ularning uchrashuvi davomida Eronni qurol-yarog' bilan ta'minlamaslikka va'da berganini aytdi. Bu haqda Tramp 14-may kuni Fox News'ga bergan intervyusida so'z ochdi. U Eronga qurol-yarog' yetkazib bermasligini aytdi, dedi Tramp. Uning qo'shimcha qilishicha, Si Szinpin Yaqin Sharqdagi nizoni hal qilishda yordam taklif qilgan va agar zarur bo'lsa, ko'maklashishga tayyorligini bildirgan. Shuningdek, u Xitoyning ushbu mintaqa orqali o'tuvchi yo'nalishlarga qaramligini kamaytirish maqsadida Amerika nefti xaridini ko'paytirishdan manfaatdor ekanini bildirgan.